Aysi bir banda Ashura kunida ahli ayoliga, ahli oilasiga kenglik qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni yilni qolganida, yilni qolgan qismida, qolgan kunlarida o'sha insonga kenglik qilib beradi deydilar. Ahli ayolimizga, ahli farzandlarimizga kenglik qilaylik. Kenglik qilishlik nimada? Kiyim olib bering, ovqatlantirishga olib chiqing, restoranga olib boramizmi? Sharoitimiz yo'qmi restoranga? Uyda qilib beraylik akalar. Chiroyli qilib osh qilib berasizmi choyxona oshlarida? Yo bir 2-3 kilo go'sht olib kelib chiroyli qilib pishirib beramizmi? Qilish kerak akalar. Nimaga? Bu kunda fazilat shunaqa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham mana shu kunda ahli ayollariga kenglik qilib berganlar. Ahli ayollarni mehmon qilganlar. O'zimiz xizmat qilaylik o'sha kunda. Ayollarimizni o'tkazib, onalarimizni o'tkazib qo'yib, o'sha kunda o'zimiz xizmat qilaylik. O'g'limiz bo'lsa, o'g'limizni yonimizga olib xizmat qilaylik. Ovqatlar qilib beraylik, kenglik qilib beraylik, ko'chaga aylantirgan olib chiqaylik. Oilaga inson, musulmon inson mehr muhabbatli bo'lishi kerak.